bir chiroyli gaplarga e'tiboringizni qaratishingizni istardim. Ulardan so'rashibdi. Kim bilan yashagan yaxshi, kim bilan turmush qurgan yaxshi deb savol berganda Rumiy hazratlari javob bergan ekanlar. Hech kim senga toqat qila olmaganida u senga toqat qila olgani bilan yashagin degan ekanlar. Men bunga qo'shimcha qilib aytmoqchiman. Toqat qilib ishlayotganlarga ham katta rahmat aytib qo'yishimiz kerak ekan. Rahmatingizni qabul qilaman va minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum barchaga xayrli kech. Ikkalamiz oilaviy dastur efirda. Hammaga xayrli kech. Bizda bugun o'ziga xos juftlik. Biz uchun endi hamkasb, lekin shaxsan o'zimiz yaqindan tanimaganligimiz uchun ham menimcha savollar ko'p bo'ladi va sizlar bilan tanishish biz uchun yoqimli bo'ladi. Jahongir Olimov va Farzona Idrisxon jamiyatning baxtli oilalaridan turmush qurganlarga 5 yil bo'lgan. Tanishuv esa televideniyada bo'lgan. Ishqdagi ishq, ularning 2 nafar farzandlari bor. Efirda jiddiy ko'ringanlar oilada aslida qanday bo'lishadi? Buni ikkalamizning bugungi sonida bilib olamiz. 7 yildan beri birgasiz yoki undan avval ham birga bo'lganmisiz? Ya'ni tanishuv, sevgi, muhabbat, ba'zilarda 2-3 yil, 5 yil davom etishi mumkin. Hammasi qanday boshlangan edi? Turmush qurishimizdan oldin boshlangan. Endi munosabatlar biz birga ishlaganmiz. Hamkasb bo'lganmiz. Taxminan shu 1 yildan ortiqroq. Men ko'ngil qo'yganman. Ishdagi ishq deydi-ku. Qayerda ishlagansizlar? Televideniyaga sohasiga oid? O'sha vaqtda 2015-yilda birga men efir bo'limida ishlardim. Bular ijtimoiy roliklar proyektida loyihasida ishlardim. O'sha paytda ko'rib, endi kirib kelgan, men endi avvalroq ishlashni boshlagandim. 2015-yilda endi kirib kelgan paytlarida shu ko'rib qanaqadir simpatiya bo'lgan, dastlab iliqlik. Keyin sekin-asta bilmayman, balki shu ko'ngil qo'yishga aylangan. Bir-biringizga o'xshash qanaqa jihatlar bor xarakterda? Eng birinchi jihati ko'pchilik tashqi ko'rinishimizga o'xshatadi. Rasmlarda, masalan, endi o'xshashlik ko'p deb bo'lmaydi. Ikkita odam menimcha bir-birini to'liq o'xshab 100% bir-biriga o'xshab qoladigan bo'lsa ham qanaqadir itarishi mumkin. Qanaqadir xarakterdagi qanaqa o'xshash fazilatlar bor? Aksincha, ikki xilmiz. Masalan, men odatda ochiqman. Kimdir bilan tez kirishib keta olmasam ham, lekin yaxshi munosabatda o'rnatish yaxshi ko'raman. Bular og'ir bosiqlar. Men uyda ko'p gapiraman, bular kam gapiradilar. Ishdagi ish har doim meni xursand qilgan, chunki bilasizmi, o'sha kollektiv a'zoyingizni kuzatib yurasiz, tekshirib ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yaqindan o'rganish imkoniyati bor. Lekin nima uchun hozir ular o'z sohalarida emaslar? Ko'plar shu bilan birga ko'plar cheklovlar ham bo'lishi boshlaydi, hamkasbingiz bo'lsa. Masalan, uchrashib yurgan paytingizda? Yo'q, undan oldin. Mana hozir ishlar ko'rib ketgan, hozir boshlayaptilar. Meni o'rganish jarayonida, meni kuzatuv jarayonida ko'p narsalarga men o'zimga aytmasdan cheklov qo'yib qo'yganlar. Aha, masalan, bu narsani men ko'p intervyularda aytmaganman, birinchi marta aytishim. Meni ham efirga taklif qilishgan. Nafaqat taklif qilishgan, efir yulduziga qarab ketayotgandilar. Rozi bo'lganman. Men yurtim telekanalida non-stop ko'rsatuv endi rivojlanayotgan paytida ertalabki kunduzgi soni bor edi, sport bilan shug'ullanish. Meni Baxtiyor To'raxonov ko'rib chiqasiz deganlar, olishgan, lekin oradan 1 oy o'tmasdan o'sha ko'rsatuv to'xtatildi. Meni efirdan olishdi. Men xabarim yo'q, bilmayman. O'ylab qarasam, meni Men u vaqtda efir bo'limining rahbari edim. Bizda imkoniyat bo'lardiki, qaysi ko'rsatuvning reytingi qanaqa ketayotganini ham, tomoshabinlarning odzivlarini kuzatish imkoniyati bo'lardi. Ertalabki ko'rsatuvda chiqishni boshladi va reytinglar ko'tarildi, odzivlar yaxshi, Farzona juda zo'rab boryapti, u yoq bu yoq deb. Endi o'sha paytda o'zi bilmasdim, men ko'nglim bor edi bunda va bu yoqmadi menga, rashk bo'ldi, ochig'ini aytaman va shu ko'rsatuvni loyihaning muallifi bilan gaplashgan holatda
Chopishga qaror qildingiz. Bu keyinchalik ma'lum bo'lgan, albatta xafa bo'lgan, lekin to'g'ri tushuntirishga harakat qilganman, lekin baribir alam bor ekan mana hozir. Lekin bir narsa hozir e'tiborimni tortyapti. Xo'p, siz o'shanda hali aytmagansiz, munosabatlar yo'q edi. Yo'q. Lekin ularni efirdan oldirib tashlaganingizdan so'ng xunuk eshitilishini qarang. Keyin Farzona sizning taklifingizga yo'q deganlarida nima bo'lardi? Ana sizga zo'r savol. Buni o'ylab ko'rmagan ekanman, lekin o'zlariga ishonchi yuqori bo'lgan Ishonch bo'lganda chog'larda baribir, men baribir Men shu ham- qizga uylanaman. balki degan men ham ekanlar. yoqarman degan tuyg'u bo'lgandi. Ota-onalar ba'zida aytishadiki, farzandlariga biz topganimizga uylanasan yoki biz aytganimizga turmushga chiqasan deyishadi. Ishdagi ishlarni to'g'ri qabul qila olmaydigan ota-onalar bor oramizda. Sizni oilangizda qanaqa qabul qilishgan taklifingizni va umuman xohishingizni? man boshlaymi? Xo'p. Oson bo'lmagan, ochig'ini aytish kerak. Juda qiyin bo'lgan desam ham noto'g'ri bo'ladi. Men o'zim Farg'onalikman. Ota-onam hozir ham Farg'onada yashashadi. Turmush qurayotgan vaqtimizda va oilada bitta o'g'ilman men. Turmush qurish, ya'ni shu o'zimni tanlovimni ota-onamga bildirgan vaqtimda ular o'ylanishgan. Qarshilik qilishmagan, chunki biz oilamizda shunday muhitki, farzandlarni qarori hurmat qilinadi, eshitiladi ular. Ota-ona nima deydi, konservator emas. Ota-ona farzandga nisbatan shaxsiy mulk sifatida qaraydigan emas. Uydagilar o'zi ham ko'rishganidan keyin ma'qul bo'lgan va taqdir nasib etgan ekan, turmush qurganmiz. Qalaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vaqti eshikni ochiling. Keling, men ochib beraman. Sekin. Qalaysan? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Keling, qaysi birini tanlaysiz? Qaysi birini? Bunimi? Voy jonim. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qaraysiz? Kattasi qani? Kattasi oldida. Mana man deydi. Ketush. Qalaysan? A, bunisimi? Akasiga qaysi biri? Akasiga qaysi biri? Tanlaymiz. A, ikkalasi hammi? Yo'q, Nima bittasini. qilamiz? Qaysi biri? Ikkalasi ham sangami? Akaga bermaymizmi bittasini? Muhammadxon bittasini Nima akaga qilamiz? ber. Telefonimni Bering akaga bering. Mana bunisini akaga bering. hozir Bu beradi, opash. hozir beradi, o'g'lim senga hozir beradi. Nima qilamiz endi? Yo'q, Keling, yo'q, qo'lingizni bering, menga asamlikka olib. Hali o'ynamani bo'ldi. Biz uchun maxsus hozir yoqib berishdi attraksionni, chunki qish bo'lganligi uchun mavsum emas, odam kam. Ketdik. Qanchalik tez chiqib turasiz aylanishga bolalar bilan? Deyarli imkon topilishi bilan Imkon topilishi bilan. har yakshanba harakat qilamiz. Oilaviy Yaxshi. bir joyga borishga. Bir bilaylikchi, qay biri onasini aytganini qilmaydi? Qaysi biri ko'proq? Qilmaydigani endi menimcha kichkinasi ko'proq. Shumtakasi ham kichkinasi. Da. Qaysi biri kech uxlaydi? Akasi. Akasi. Kattasi. Qaysi biri shokoladxo'r? Tak. Kim shokoladxo'r? Kim ko'p shokolad yeydi? Sen shokolad yemaysanmi? Nimaga yemaysan? Ruxsat berishmaydimi? Faqat bir xil payt. Bir xil payt yeysanmi? Yaxshi ko'rasanmi o'zi? Muhammad yeydi. Yaxshi. Oyini aytganini qilasanmi? Kim seni ko'proq atata qiladi? Kim urishadi seni Kim ko'proq? seni Urxon? urishadi ko'proq? Oyi? Endi oyisi bilan ko'proq uyda-ku, o'shaning uchun. Hozir men sizga emotsiya aytaman, ya'ni hissiyotlarni. Siz ularni qachon his qilganingizni aytasiz. Baxt. Qachon oxirgi marta o'zingizni juda ham baxtli his qilgansiz? Euforiya. Hozir, men misol uchun eng oxirgisini oladigan bo'lsak, Hozir. bola bilan, oila bilan hammamiz birga yurgan paytimiz men uchun eng xursandchilik paytlari. Faxr.
Renessans milliy mukofoti qo'lga kiritdim yil yakunida 2023 yil 14 dekabrda 2023 yilning eng yaxshi telejurnalisti nominatsiyasi bo'yicha g'olib deb topishdi. Shunda mana shu tuyg'uni his qildim menimcha. Biz sizni tabriklaymiz. Rahmat. Ikkilanish. Oxirgi marta mana biz o'zim faoliyatimda yangi bir bosqich desa ham bo'ladi. Ya'ni o'zimni o'quv markazim ustida ishlayapman. O'shani logotipini tanlayotgan paytimda rosa ko'p ikkilanish bo'ldi, lekin men ko'pincha maslahatlashaman ayolim bilan. Uni fikrlariga quloq tutishga harakat qilaman. Ayolim, onam bilan maslahatlashgan holda bitta qarorga keldik, bittasini tanladik. Shunda ikkilanish bo'ldi. Yaxshi. Jahl. Jahlim chiqyapti lekin oxirgi paytda tez-tez. Qaysi holatlarda ko'proq? Ba'zida bolalar bilan ham. Ishdami yoki bolalar bilanmi? Ishda ham bo'ladi. Ishda ham ko'p bo'ladi. Deyarli har kun deyishim mumkin. Bolalar bilan ham bo'ladi ko'proq. Bolalar misol uchun ortiqcha xarxasha qilsa, injiqlik qiladigan bo'lsa, darrov tez jahlim chiqib ketadi. Sabr. Sabrli bo'lishga harakat qilaman. Oxirgi paytlar sal kamayib ketayotgandek o'zimda o'sha tuyg'u. Muhabbat. Muhabbat doimiy hamroh desam ham bo'ladi. Jahongir, kimga sovg'a tanlash qiyinroq? Rafiqangizgami? Chet elga borganingizda yoki bolalargami? Ayollarga, конечно. Ayollarga. Safarlar tez-tez bo'ladi, xorij safarlari. O'zimiz ham juda yaqin qolganda bilamiz. Har doim ishdan charchab kelganimizda bizga quvonch beradigan, kuch beradigan bu farzandlar. To'g'rimi? Ularni ko'rib kuch olamiz, muhabbatlariga to'yamiz. Yugurib kelishadi ikkalasi. Ayniqsa kichkinasi birinchi bo'lib keladi. Yugurib kelib oyog'ingizga yopishadi. Shuni o'zida kun davomidagi hamma charchoqlar isib ketadi. qilar ekansiz. O'zi Jahongirni hozir tashqaridan bilgan va bilmagan odamlar umuman jahli chiqmasa kerak deyishadi. Nega? Aksincha. Meni nazarimda ular juda ham talabchan, qattiqqo'l va kezi kelsa jahldor ham bo'lishlari mumkin. Talabchanlik bor. Endi biz psixolog emasmiz, lekin umuman oiladagi narsani so'ramoqchiman-da. Tashqarida juda ham og'ir bosiq, oilada ham xuddi shunaqa bo'lishi mumkinmi yoki oilada nima jahllarni chiqarishi mumkin? Nahotki shu o'ylayapsiz. Chunki unaqa jahllarni chiqarish, meni erkaliklarim jahlarini chiqarishi mumkin, misol uchun. O'zi unaqa jahllari chiqmaydi. Misol uchun bolalarim ham mana birinchi keltirdingiz-ku Rumiyning gaplarini, o'shanga ham aytmoqchiman. Bizda tug'ruqdan keyingi depressiya bo'ladi. Men ham bularni o'shanda ko'rganman-da. Meni birinchi farzandimdan keyin ko'p kasal bo'lgan, kichkina bo'lgan, yosh oilamizda. O'shanda ham bularni turmushimizdan keyin ham boshqa qiralarini ko'rganman-da. Mehribon, yordam beradi, tushunadi, qo'llab-quvvatlaydi. Qo'llab-quvvatlaydi. Shular narsalari. Shuning uchun efirda olib tashlaganlar. Jahongir aka, o'zi aslida ayollar bilan yashash qiyin deyishadi, lekin ayolsiz ham hayot yo'q. Biz har doim ayollarga muhtojmiz. Biz ayollar bilan o'zimizni baxtli his qilamiz. Lekin ayolga ba'zida o'sha uni injiqliklari, uni qandaydir bir holatlariga chidab bera olish bu mardlik, bu oilani mustahkamlaydi. Siz oilangizni mustahkamlanishi uchun o'zingizni og'ir bosiq qilib tutishga harakat qilasizmi yoki o'zi tabiatan shu narsa sizda shakllanganmi? Tabiatan bo'lsa kerak menimcha. Ulug'bek Rahmatullayevning ashulasi bor-ku, to'ygacha sevgi, bu boshqa, haqiqiy sevgi keyin bo'lar ekan. Haqiqatan juda ham haqiqat mana shu. Juda ko'p oilalar bor, sevishadi, lekin turmush qurganidan keyin uzoq vaqt birga yashay olmaydi, fikrlari to'g'ri kelmaydi. To'ydan keyin shu erkak kishiga bari ko'p narsa bog'liq deb o'ylayman. Chunki erkak kishi, ayollarimiz endi o'zi istagan, istamagan holatda baribir hissiyotlarga beriluvchan bo'ladi. Ular ko'proq yurak bilan, qalb bilan ish tutishadi. Hissiyotlarini chiqarib olish kerak ular, gapirib chiqarib olish kerak. Mana shu paytda siz chidab berishingiz kerak. Hissiyotlarni chiqarishga siz imkoniyat qo'yib berishingiz kerak. Siz o'shanda sal bo'shab, ichi bo'shab
Sizni tinch yaxshi- qo'yadi. ha, O'sha o'ziga vaqtda siz keladi. boshqa xonaga chiqib ketasizmi yoki shunchaki eshitib o'tirasizmi? Yo'q, eshitib o'tiraman. Boshqa xonaga chiqib ketmaysiz. Boshida Birinchi mana shu- kelishmovchiliklar nimadan bo'lgan? Xo'p. Endi ikkita odam, Aha. ikki xil xarakter, u bir-biri bilan birga yashash boshlaganidan keyin o'zidan o'zi to'qnashuvlar bo'ladi-da, fikrlarda, qarashlarda to'qnashuvlar bo'ladi. Dastlab misol men ham bunga teng kelaman deb urushib, janjal, o'zimning fikrimni o'tkazaman yoki boshqa deb harakat qilganman, lekin bundoq qarasam urush janjallar ko'p bo'lyapti. Keyin hayot tajribasi davomida tushunib yetdikki, shu erkak kishi ko'p masalalarda baribir ham og'ir bosiq bo'lishi kerak, ayol kishini eshitish kerak birinchi navbatda ko'proq. Nima deydi? Endi biz ko'proq aql bilan ish qilamiz, hissiyotlarni ikkinchi o'ringa qo'yamiz, biror bir qarorimizni yoki biror bir voqeani oqibatini o'ylaymiz-da. Ayollar kamdan kam, misol jahl chiqqan paytda, nimadir yoqmagan paytda yoki kayfiyat yo'q bo'lgan paytda oqibat haqida kamdan kam o'ylaydi. U juda ko'p ayollarga xos bo'lgan. Ular shunaqa yaralgan. Siz uni shunday qabul qilishingiz kerak-da. Siz erkak kishi ham, ayol kishi ham juftini ideal o'zi uchun qilishini kutish bu noto'g'ri deb hisoblayman. Chunki ideal inson yo'q. Siz qachon bir oila yaxshi mustahkam bo'ladi, qachonki uni qanaqadir shu o'ziga yarasha kamchiliklar bilan qabul qila olsangiz. Meni ham misol o'zimga yarasha juda ko'p kamchiliklarim bor. Mana shu talabchanligim misol uchun bunga yoqmasligi mumkin. Balki buni shu televideniya sohasidagi karyerasiga men nuqta qo'ygan bo'lishi mumkin qo'polroq bo'lsa ham. Lekin bu qabul qilgan shuni. Qurbonlik berganda, jertva bo'lgan misol uchun. Nima uchun? Oila uchun. Oila uchun. No, erkak tomonidan ham baribir shunaqa bo'ladi. Qanaqadir o'ziga yarasha yoqmaydigan jihatlar bo'lishi mumkin, lekin siz uni shu boricha qabul qilishingiz kerak deb hisoblayman. Shunga harakat qilaman. Kechga qolsangiz bolalarni bahona qilasizmi yoki turmush o'rtog'ingiznimi? Bolalarimni. Yo'l ko'proq. Turmush o'rtog'ingizga pulingiz bo'la turib, hozir pulim yo'q deb javob berganmisiz? Ha, bo'lgan unaqasi ham. Beradilar, men oldin ko'rdim deyman-da. Bildirib qo'yasiz. Ba'zida turmush o'rtog'ingizga telefon qilgan paytingiz javob bermasalar to'g'ri tushunasizmi? Ha, qaytarib qo'ymayman. Qilmaysiz. Lekin ular chunki yozib yuboradilar. Ba'zida o'rtoqlaringiz bilan o'tirganingizda ayolingiz qo'ng'iroq qilib qolganida, hozir ishdaman deysizmi? Yo'q, to'g'risini aytaman. Ha, to'g'risini aytasiz. Pampers almashtirganmilar? Ko'p. Uyda o'zim qolganimda kichkina pul. Gul tanlayotganda narxi muhimmi yoki ko'rinishimi? Ko'rinishi. Ko'rinishi. Arazlaganingizni qanaqa bildirasiz? Aytaman. Xafaman deyman. Qaysi kamchiligingizni ko'proq yuzingizga aytadilar? Keyingi savol deymi? Kechikadilar. Biror joyga endi ish yuzasidan boshqa ishni qila olmaganlar uchun kechikib qoladilar. Shuni aytaman. Kechikmang deyman. Sizga pul kerak bo'lganda shartda so'ray olasizmi yoki uzoqdan gapni olib Yo'q, so'rayman. kelasizmi? Tez so'rayman. Qo'lida 24 soat telefon bo'la turib, siz telefon qilganingizda javob bermaydigan ayolni Telefonni olib qo'yish kerak. telefonini olib qo'yish kerak. Uylangan erkaklar qaysi payt o'zlarini bo'ydoqlardek tutishadi? Ko'chada bo'lsa kerak. Uyda bir o'zi qolganda, bolalar bilan ayolni oyisinikiga jo'natib yuborganda. 24 soat ovqat tayyorlaydigan ko'rsatuvlarni ko'rib turib, tuxum pishirib bergan ayolni-chi? Bilmadim. Tasavvur qila olmayman men to'g'risi. Qaysi bir osonroq ayolingizga kiyim olish yoki Bolalarga. Bolalargami? Bolalarga. Bolalarga. Amirxon bilan birga keldik. Nima qilamiz o'g'lim bu yerda? Yasaymiz. Yasaymiz, a? oilangizga, farzandlaringizga ajratayotgan vaqtingizdan o'zingiz qoniqasizmi? Yo'q. Judayam. Mana shu bu mana ko'proq xafa bo'lib aytadigan jihatim ham shu. Bolalar bilan, umuman oilam bilan, ota-onam bilan o'zim xohlaganim darajasida ko'p vaqt o'tkaza olmayapman deb juda ko'p afsuslanaman, juda ko'p aytaman bunga. Mana shu joyda misol Farzona menga dalda beradi. Oilamizni yaxshi bo'lish uchun, bolalarni kelajagi uchun qayg'uryapsiz. Bolalarga men bu haqida gapiraman, ular tushunsa, tushunmasa gapiraman deb aytadi.
Ну, o'zim xohlaganimdan ko'ra kamroq, chunki shu xizmat safari kasbimiz taqozosi bilan juda ko'p vaqtimiz ishda o'tadi. Kechgacha uyda o'tirsak ham yoqmaymiz Jahongir aka. Shu jihatini ham aytib o'tib ketish kerak. Ishingiz yo'qmi? Boshlanib qolishi ham mumkin. O'zi umuman uyda televizor ham ko'riladimi? O'zingizni ko'rsatuvlaringizni bevosita tomosha qilib kuzatib borasizmi? Katta o'g'limiz YouTube ko'rishni boshlaganda navbat yetmaydi. Hozir televizorning o'zini egasi bor, egalari bor. Sizni efirda ko'rishganmi farzandlaringiz, yangiliklar o'qiyotganingizda? Albatta. Ada deyishadi. Nima deyishadi? Ana Adam chiqdilar deyishadi. chaqirib kelishadi mani. Chaqirib kelishadi. Kichkinam televizorimda orqasiga qaragan. Televizorda ko'rimda orqasiga qaragan payti ham bo'lgan boshida. Ko'p sayohat qilish yaxshi. Hozirning o'zida mana dunyoning qancha mamlakatlariga safar qildingiz. Sizningcha dunyo bo'ylab eng baxtli hayot kechiradigan yoki umuman chiroyli oila qurib yashaydigan xalqlar qaysi deb o'ylaysiz? Bu ko'proq sharq mintaqasida, Osiyoda oila bir qadriyat sifatida qaraladi, oilani mustahkamligiga e'tibor qaratiladi. Endi g'arb o'zinglar ham hammamiz bilamiz, g'arb Yevropa g'arb davlatlarida u qadar emas oilani mustahkamligi. Bilmadim, endi xalqlar oila emas, umuman xalq baxtli, yaxshi yashaydigan xalq sifatida menga ko'ringani. Endi birinchi men xorijiy safarim Buyuk Britaniyaga bo'lgan va meni balki shuning uchundir menga London hayoti, umuman Buyuk Britaniya, Oksfordda ham bo'lganmiz, Buyuk Britaniyaning hayoti juda ham chiroyli ko'ringan. Ularni xalqini energiyasi, u yerdagi odamlardan taralayotgan ijobiy energiya, odamlarning yuzidagi mamnunlik, baxtli shunday sezilib turadi-da. Va birinchi o'rinda men o'ylayman Buyuk Britaniyadagilarni shu hayotini juda ham baxtli. Ikkinchisi, menda eng ko'p ta'sirot qoldirgan, yaxshi ta'sirot qoldirgan bu Singapur. Singapurda ham menimcha odamlar juda ham baxtli deb o'ylayman. Shaharda o'zi ham chiroyli. Singapur o'zi umuman 22-asr davlati sifatida e'tirof etiladi. Demak, bizga har safar psixologning chiqishi juda ham qiziq bo'ladi, chunki qahramonlarning biz sezmagan tomonlarini aynan psixologlar ochib berishadi. Demak, Umida Abdullayeva, xush kelibsiz. Ko'rganimizdan xursandmiz. Assalomu alaykum. Demak, sizni eshitmoqchimiz. Bu juftlikni eng asosiy jihati nima aytaymi? Bu yerda erkak erkakning o'rnida, ayol ayolning o'rnida. Bunaqa juftliklarda, ya'ni bular qulfga kalit solgandek bo'ladi-da. Jahli chiqqanda jahl qaytarmaydigan ayol turibdi. Shuning uchun bularda men o'ylaymanki, yaxshi mustahkam munosabatlar bo'ladi, agarki oila boshlig'i jahl emotsiyasini juda ham o'tkazib yormasa. Bugun qanaqa test o'tkazamiz? Bugun sizlarga juda ham bir qiziqarli, osongina narsa bermoqchiman. Kelinglar, hozir bundoq qilamiz. Birinchi siz boshlang, ayolingizga qaraysizda, ayolingizda 5 ta sizga yoqadigan fazilatini sani menga mana bu fazilating yoqadi. Chunki sani menga mana buning yoqadi. Chunki bu fazilat bo'lish shart emas. Tashqi ko'rinishi, kiyinishi, xarakteri, ohangi, gapirishi har sohadan. Muhimi 5 ta haqiqatdan ham sizga yoqadigan sifatini sanang va asoslab bering. Chunki so'zi bilan. Faqat ketib qolish yo'q Jahongir aka. Yo'q, ko'p etib turadilar. 5 ta chiqarmikin deyman. Yo'q, hazil. Yo'q, xolasangiz 10 ta ayting. Men endi qiynab qo'ymay dedim. Xo'p. Sizni menga pazandalaringiz yoqadi. Erkak kishi oshqozoni bilan sevadi deydi. Chunki men o'zim endi yaxshi erkak kishi sifatida mazali ovqatlar yeyishni yaxshi ko'ramiz. Balki bu birinchisi emasdir. Sizni menga istarali ekanligingiz yoqadi. Chunki nima deydi? Ayolga erkak kishi qaragan paytda bu приятно bo'lishi kerak. Sizga har kunda kayfiyatim ko'tariladi. Yoqimli bo'lishi kerak-da. Sizni menga bolalarga g'amxo'rligingiz yoqadi. Bolalarga yaxshi qarashingiz yoqadi. Chunki har bir bolalarim
chunki u mening bolalarim, to'g'ri. Ha, 3ta bo'ldi. Sizni mani ruhlantira olishingiz yoqadi. Chunki erkak kishiga bu juda ham muhim. Qanaqadir yangi ishlarni boshlayotgan paytda kimdandir dalda olish kerak. Oxirgisini sizga tegishli emas. Shunchaki ayting. Chunki mani bolalarim, chunki men ovqatni yaxshi ko'raman. Shunchaki. Xo'p. Xarakteringiz yoqadi sizni menga. Shu jonkuyarligingiz, loqayd emasligingiz, beparvo emasligingiz. Chunki uyimizni farishtasi siz deb yakunlasak, qalay bo'lar ekan? To'g'ri. Biroz avval aytdim endi buni. Hech qachon gapirmagan gaplarni gapirdim. Da. Endi siz xuddi shu shartlarni turmush o'rtog'ingizga qarab. Siz mehribonligingizni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki Chunki biza sizni erkatoylaringizmiz bolalarimiz bilan. G'amxo'rligingizni yaxshi ko'raman. Chunki g'amxo'rsiz. O'zingiz sayohatlarga borib, o'zingizga nima yaxshi narsalarni ilinsangiz, bizga ham shuni ilinasiz. Bu ham juda yoqadi menga, juda ham yaxshi ko'raman. Pul berishlari ham yoqadi. O'zimga qarashim uchun xohlagan narsangizni sotib olasiz. Shunaqa pul berishingizni ham yaxshi ko'raman. Beshinchisi. Bilimdonligingizni yaxshi ko'raman. Chunki ko'p narsalarni sizdan o'rganaman. zo'r. Alvar qarsak chopib qo'yamiz. Ozgina kompliment aytish qaysi biringlarga yoqdi? Qo'l ko'taramiz. Da, kompliment aytish. Jahongir siz ko'tarmang, Kimga yolg'on. yoqdi? Maza qildingizmi aytayotib? Eshitib maza qildim men. Da. Bir ko'tarildi, bir tushiradilar. Eshitish qaysi biringlarga yoqdi? Ikkalasi ham kimga yoqdi? Ikkala qo'lingizni ko'taring-da. Bilasizlarmi, aslida mana shu kompliment so'zi fransuz so'zidan olingan bo'lib, insonga undagi bor fazilatlarni eshittirib qo'yish ma'nosini bildiradi. Ya'ni bu muloqot qilishni, munosabatlarni eng oddiy, eng oltin qoidasi. Va bu bizga hech qanaqa bir pul, bir mehnat talab qilmaydi. Biz shunchaki qarshimizdagi insonni bor fazilatini unga eshittirib qo'yamiz. Va bu uni kayfiyatini ko'taradi. Afsuski, mana shu arzimagan narsani qilishni unutib qo'yamiz. Keyin bizda shunaqangi yana bir odatimiz borki, safarlarga chiqsak, ozgina uyga qo'ng'iroq qilishni, uyga SMS yozishni esimizdan chiqarib qo'yamiz yoki band bo'lamiz. Bu esa uydagi ayollarimizni yana ham jahlini chiqarishi mumkin. Endi hamma har xil. Siz masalan unutasiz SMS yozishni, telefon Yo'q, men qilishni. umumiy o'zbek erkaklar nomidan Bir marta bular gapirsam Gapiringchi. AQShga borishganda aytdim-ku, bizlarning hamkasblarimiz bitta deb. U yerdagi jurnalist qiz meni o'rtog'im. Ular aytdilar, Farzona, turmush o'rtog'ing qanaqa yaxshi. Menga u yerdan Instagramdan yozyapti. Nimaga desam, biz aylanib yuribmiz, bo'sh vaqtimizda deyapti. Jahongir faqat storiesi gapiryapti. Bu joyga Farzonani olib kelsam yaxshi. Bu keyin Farzonaga yarashardi. Bu ovqat Farzonaga yoqardi. deb aytgan. Endi unda meni aynan o'sha paytda imtihonim bor edi institutda. O'sha kayfiyatda men imtihonni 5 ga topshirib chiqdim-da. O'rtog'imdan u gapni eshitib. O'sha uchun telefon qila olmasalar ham u yerda men haqimda o'ylar ekanlar, shundan. Strategiyalar bu. Men bilardim deysiz qizchalar. shu paytda siz ham Erkak kishi shunaqa strategiyalar qo'llab turish kerak. albatta. Oila uchun ham alohida siyosat kerak-da. Shuni tushunib yetdim men. Yaxshi ko'rishlarini Oila tan uchun. olmayaptilar, qarang. Biz guldasta beramiz va rafiqingizni topshirasiz. Shunchaki topshirmaysiz, muhabbat izhori bilan topshirasiz. Hammasi yurakdan samimiy bo'lishi kerak. To'g'risini ayting, qachon olgansiz guldastani oxirgi marta? Necha kun bo'ldi yoki necha oy bo'ldi? Tug'ilgan kunimda berdisan, iyunda. Faqat shu javob tug'ilgan kun. Shaxsan menda yaqinda shunaqa bo'ldi. Hech gul tanlashni bilmayman, Jahongir aka. Men boshida ko'p gul berardim. Keyin bir kun aytdi, men gulni uncha yaxshi ko'rmayman dedi. Bekorga so'lib qoladi. Uni o'rniga boshqa narsa bering degandan keyin sovg'alar ulashib turaman. Yoki pulini. Gullarni ham yaxshi ko'raman. Xo'p, nimada Muhabbat izhori.
chiqib shu gulni berishim kerak ekan hozir sizga Qalbingizdagini aytsangiz bo'ldi. ko'rsatuvni ssenariysi shunaqa ekan deydi. Zonaxon, bu gul sizga. Mani hayotimda borligingiz uchun sizga rahmat va Allohga shukr deyman. Katta rahmat. Baxtli bo'ling. Oilangizga ko'z tegmasin.